Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. İstiqlal televiziyası xəbərlər proqramımızğa qadam təşərrüf qılğanlarını qızğın qarşı alımız. Mən bugün proqram riyasətçisi Musa Arslantaş. Bugün proqramımızı hazır başlayımız. Aldı bilan bugün proqramımızın əsas məzmunlarını tanışdırıb ötümüz. Bugün proqramımızda Şərq Türkistan Ma'arif Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Hidayətullah Oğuzxanның Türkiyə Baş Ministri Binali Yıldırım bilan uçraşqanlıq toğrusundakı xəbərimiz diqqətinizdə buldu. Xitay dairələr Şərq Türkistanda Uyğurlarning barmaq izi və qan əvrişkisini berishga majburlayotdi. Amerika Müdafiə Ministri so'z qilib, Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonidagi orollarda sun'iy orol yasash va harbiy baza qurishni to'xtatmagan taqdirda to'qinish kelib chiqadiganligini bildirganlik to'g'risidagi xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Undaqda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Hidayetullah Oğuzxan Baş Minister bilan uchrashdi. 7-iyun çarşamba günü Şərqi Türkistan Ma'arif Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Hidayetullah Oğuzxan Türkiyə Baş Ministri Binali Yıldırım bilan Ankara'da uchrashdi. 7-iyun çarşamba günü Şərqi Türkistan Ma'arif Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Hidayetullah Oğuzxan Türkiyə Baş Ministri Binali Yıldırım bilan Ankara'da uchrashdi. Türkiyə Baş Ministerliğinin uyuşturucu bilan Ankara'da Türkiye'nin oxşamagan joylarda faoliyat qilayotgan bir qism cho'ng ijtimoiy jamiyat tashkilotlarining mas'ullari Ankara'da jam bo'ldi va Baş Minister Binali Yıldırım bilan iftar ziyofatida uchrashdi. Bu uchrashishga Şərqi Türkistan Ma'arif Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Hidayetullah Oğuzxan təklif bilan qatnaşdı və Baş Minister Binali Yıldırım bilan uchrashdi. İgilnişçe Hidayetullah Oğuzxan bu uchrashishda Uyg'urlarga aloqador bir qancha turlik muhim talablarni yozib Baş Ministerga sungan. Baş Ministerga sungan talablar tuvandikcha: 9 oydan buyon nazorat ostida turayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan masalasi, Türkiye Ko'chmanlar ishlari idorasi tarafidan tutib turilayotgan yuzlarcha Uyg'urning qo'yib berilishi, Turkiyada yashayotgan 8 mingdan ortiq Uyg'urni vatandaşlıkka qabul qilishi, Xitoy doiralari tarafidan Sharq Turkiston tutilgan Türkiye fuqarosi Uyg'urlarni qutuldirish masalalarini o'tirg'a qo'ygan. Hidayetullah Oğuzxanning bildirishicha, Baş Minister bu talablarga Baş masalasi orqali yaqindan ko'ngil bildirganligini bildirgan. Baş Minister Binali Yıldırım bu uchrashishda ijtimoiy jamiyat va tashkilotlarning ahamiyati to'g'risida to'xtalib mundoq dedi: Sizlarning g'ayrat ko'rsatishinglar orqali Turkiya 21-asrning umidlik davlatiga aylandi. Baş Minister mundoq dedi: Siyosatni bir dengizga o'xshatsak, ijtimoiy tashkilotlar bu dengizga suv bergan bir daryodir. Albatta ijtimoiy jamiyatlarning vazifasi faqat siyosatga hassa qo'shishdan iborat bo'lmasdan, balki xalq orasida texnik ko'p faoliyat ko'rsatish va o'xshamagan fikr ko'z qarashlarni paydo qilish. Baş Minister Binali Yıldırım so'zida yana mundoq dedi: Bizning hukumatning davrida ijtimoiy jamiyat tashkilotlarini siyosatda xalqning ovozini ko'targan kuchli va aktiv bir organ deb qarab keldik. Bugun o'zaro birlikda beslagan qadamlarning natijasini ko'ryapmiz. Bu zalda o'tirgan yurki cho'ng, ko'ngil ko'ksi keng butun ijtimoiy tashkilot vakillariga tashakkur bildiraman. Turkiya mazlum uchun panohlik, musofirlar uchun hamroh, kasallarga shifo, dardlarga darmon bo'layotgan bir davlatdir. Turkiya sizlarning hassa qo'shishinglar bilan 21-asrning butun rayimsiz tarsaliklarga qarshi insonlar uchun bir umid ishki holga keldi. Ramazanda har bir Uyg'ur oilaga maxsus saqchi o'rinlashtirildi. Xitoy doiralari bundan burungi Ramazon mazgiliga o'xshash, bu yilgi Ramazondami o'xshashla Sharq Turkistonda ro'za tutish, tarovuh namozi bilan jamoat shaklida iftor qilishni, shunaqla shuning o'xshidagi boshqa ibodatlarga qaratilgan cheklash siyosatlarining darajasini texmo o'stirmoqda. Ramazonda har bir Uyg'ur oilasiga maxsus saqchi o'rinlashtirildi. Xitoy doiralari bundan burungi Ramazon mazgillariga o'xshash, bu yilgi Ramazondami o'xshashla ro'za tutishni, tarovuh namozi bilan jamoat shaklida iftor qilishni, shunaqla shuning o'xshishdagi boshqa ibodatlarga qaratilgan cheklash siyosatlarining darajasini texmo chekidan oshirdi. Turkiya 2023 to'r gazetining 8-iyundagi xabarida Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi cheklama siyosatlarini texmo qanotlashtirib, texmo chekidan oshirib, aql qabul qilmag'dak darajada ishlarni qilayotganligi, hatto dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanganlarni Ramazon tutishni cheklash uchun har bir oilaga boshqaruvchi va nazorat qiluvchi saqchi xodimlarni o'rinlashtirib, shu oilada yetib xizmat qilishga o'rinlashtirilganligi bildirilgan. Xitoy doiralari o'tgan hafta Ramazonni cheklashni umumyuzlik ishga oshirish va bunga munosabatlik oldin olish tadbirlarini mukammallashtirish nomida alohida bexatarlik yig'inlari ochganligi va bu cheklamni sinaq tariqasida yo'l qo'yganligi o'tirib chiqqan edi. Erkin Osiyo radiosining bu vaqtda egallagan uchurida Xitoy tajovuzchilari vazifa topshirilgan kadrlarga
Ramazonning dastlabki 10 kunda rayondagi har bir dehqon va chorvachi oilasiga 5ta birga bo'lish nomidagi o'rinlashtirishni dal joyda va dal vaqtida ishga oshirish uchun har bir Uyg'ur musulmonning uylariga Ramazon oxirlashguncha birdan saqchi xodimni majbur holda kutilmaydigan va qarshi olmaydigan mehmon nomi sifatida yetib xizmat qilishga o'rinlashtirgan. Tangirtog to'rining xabarida Ramazonning dastlabki kuni bo'lgan 27 may kuni Sharqi Turkistonning hamma rayonlarida har darajalik Kommunist partiya mas'ullari bilan a'zolari, kadrlar va fuqarolardan tashkil topgan 2,270,000 kishining o'xshash vaqtda Xitoy bayrog'ini chiqarib qasam berish murosimiga majburiy qatnashtirilganligi bildirilgan. 27 may kuni soat 7da Sharqi Turkistonning barliq rayonlarida 50,000 nafar kadr atalmış xalq ammasining rayoni bilish, xalqqa naf etkizish, xalqni mayil qilish degandek shuarlar ostida xizmatlarga taqsim qilingan. Sharq Turkistondagi Xitoy mas'ullari Ramazonlik alohida xizmat guruhisidagi 53,000 kadr viloyat, noya, yezikent va mahallalarda xizmat qilayotgan 11,000 kadr 27 may kuni o'xshash soatda Xitoy bayroq oldida shuar to'lab, kommunist marshini o'qib ko'chalarda hayva va kuch ko'rsatgan. Xitoy Sharq Turkistonda jiddiy material to'plamoqda. Xitoy doiralari Uyg'urlarni izlab tepishni va tutqun qilishni osonlashtirish, ularni umumyuzlik kontrol qilishni ishga oshirish, kimlik va salohiyatini tez suratda aniqlab chiqish maqsadida ishchi xizmatchilar va oddiy fuqarolarga bir xil karta tarqatgan. Xitoy doiralari Uyg'urlarni izlab tepishni va tutqun qilishni osonlashtirish, ularni umumyuzlik kontrol qilishni ishga oshirish, kimlik va salohiyatni tez suratda aniqlab chiqish maqsadida ishchi xizmatchilar va oddiy fuqarolarga bir xil karta tarqatgan. Bu karta kishilarning kimlik arxivi bilan qon avrishga materiallarning birdek bo'lishini ishga oshirish uchun o'zi turishliq saqchixonlarga berib, avrishga berish talablari yozilgan. Kartaga uqtirishning asos mazmuni va talablarida tuandagilar tilga olingan. Ovoz va tovush uchuri, 3 o'lchamlik rasm, 3 taraflama rasm to'plami, barmoq izi to'plami, qon avrish kishisi to'plami, 6 kompyuter arxiv saqlash sistemasiga kirgizish. Yuqoridagi 6 turli shartlar o'tirib qo'yilgan bo'lib, buningdagi kishining eng diqqatini tortilgan yeri har bir kishidan avrishga olish vaqtining 40 minut bo'lishi kerakligining ta'kidlanishi. Bundan Xitoy doiralarining bu ishga intayin jiddiy muomala qilayotganligini hamda inchiklab analiz qilib, umumyuzlik material yig'ayotganligini ko'rib bo'ladi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Uyghur yasli o'smirlar uchun mukofotlash murosimi o'tkazildi. 9 iyun Cuma günü Sharq Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati qarmog'idagi Zeytinburnuga joylashgan Qur'on kursi va Uyg'ur yasli o'smirlarining yozliq ta'til munosabati bilan mukofotlash murosimi o'tkazildi. 9 iyun Cuma günü Sharq Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati qarmog'idagi Zeytinburnuga joylashgan Qur'on kursi va Uyg'ur yasli o'smirlarining yozliq ta'til munosabati bilan mukofotlash murosimi o'tkazildi. Albatta, o'smirlar kelajakning izbosarlari. O'smirlar har oilaning, har xalqning, har vatanning suyumlik avlodlari, har bir oila o'zlari yetmoqchi bo'lgan orzu armonlarini, farzandlari orqali yetishni, farzandlarini shu orzu armonlarini amalga oshira oladigan yaramliq bo'lib yetilish uchun maktab va uyda ahamiyat berib tarbiyalaydi. Mana bu maqsadda Istanbulning Zeytinburnuda Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati tarafidan 2009-yilda qurilib, o'zliksiz Uyg'ur o'smirlarini tarbiyalab kelayotgan Uyg'ur yaslisi bo'lib, hozir bu yaslida 120 dan ortiq o'smir ta'lim-tarbiya olmoqda. Bu yaslning o'smirlarining yozliq ta'til munosabati bilan Juma kuni mukofotlash murosimi o'tkazildi. Murosimga Uyg'ur yasli o'smirlari, ota-onalar bo'lib 500 dan ortiq kishi qatnashdi. Murosimga yana Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'uzxon boshchiligida idora hay'at rahbarlari va a'zolari, Turkiyaning sobiq parlament a'zosi professor Jalol Arbay, Zeytinburnu sobiq muavin shahar boshlig'i Ilyas Saka qatorliq muhim arboblar qatnashdi. Murosim Qur'on Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Murosimda jamiyatning raisi Hidoyatullo O'g'uzxon ishlish nutqi so'zildi. Hidoyatullo O'g'uzxon so'zida Zeytinburnu ona til Qur'on kursida kelgusi avlodlarni tarbiyalab yetishtirish uchun to'xtovsiz harakat qilib tirishchilik ko'rsatib kelayotgan o'qituvchilarga hurmat bildirganligini va tashakkur etadiganligini tilga olib o'tdi va kelgusining umidi bo'lgan bu farzandlarning Qur'on Karimni o'qish orqali payg'ambarlik merosi bo'lgan yo'lga qadam qo'yganligini, nodonlik va asoratdan qutulishning yo'li o'z dinini to'liq tushungan va har jihatdan to'liq yetilgan yangi bir avlod kishilarni yetishtirib chiqishning muhim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Aziz hamshahrilarimiz, Allah Taala Qur'on-i Karimda "Xayrukum men ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu" deydi. Sizlarningki aranglarda eng yaxshi kishilar Qur'on o'qigan va o'qitgan, o'rgatgan va o'rgangan va o'rgatgan. Bu vasila bilan
Hammalarninki evlat terbiyesi üstündeki gösterken hassasiyet sezgirliklerimiz Allah Teala'nın adını çokun makbul ve ecr-i azim ata kılıp dünya ve ahiret saadetine erişimizge nasip kılgısı ve balalarımızın terbiyesine takımı kuvvet versek, cemiyet buluştuklarımızdan, ata-ana buluştuklarımızdan, ustazlar buluştuklarımızdan, evlatlarımızdaki her sahada küçükten daha çok olacak İslam ve ümmetke cümleten Şarkı Türkistan Müslümanlarına hizmet kılınan, ilgi bulunan, çıkış yolu izleydiğen, yetekli rehber, kumandan yetiştiriş yolunda inşallah köklegen hisse ve gayretlerini görüştüğümüz için emmeden ortak çıkarışını Allah Teala'dan ümitlerimiz her birine bu cesaretleri, himmetler için Allah Teala'dan rahmet ve mağfiret ecr-i talep kılmaya Allah Teala'dan mağfiret Faaliyetine sabık parlament azası Profesör Jalal Arbay söz kılıp, Peygamber Aleyhisselam'ның ballık davri ve ata-anasından ayrılıp kılış jarayonlarini qısqacha tilgalab o'tgandan keyin dinini, vatani, millati uchun Allah rizoligini ko'zlab, Sharqi Turkistondan hijrat qilib chiqqan bu farzandlarning kelgusidagi umid g'onchilari ekanligini, oy yulduzliq Sharqi Turkiston ko'k bayroqining bularning quli orqali Sharqi Turkiston tuproqlari va qadildiganligiga ishindiganligini bildirib o'tdi. Murasimda Uyg'ur o'smirlar jaronliq ovozlari bilan Qur'on Karim tilovat qildi. Har xil san'at numurlari ko'rsatdi, she'r deklamatsiya qildi va ta'sirlik nasrlarni o'qib, yig'in ahlini qizg'in hayajonga soldi. Faoliyat oxirida Hidoyatullo O'g'uzxon, Abdulahad Abdurahmon, Jalal Arbay, İbrahim Damalam qatorliqlar sahneye chiqib, kursidagi o'quvchilarga hadiya buyma mukofot taqdim berdi. Faoliyat boshdan oxiri jonli kayfiyat ichida elib berilgan bo'lib, zal ichi faoliyat qatnashchilari bilan liq to'ldi. Murasim İbrahim Damalamning duo qilish bilan qizg'in kayfiyat ichida oxirlashdi. İstanbulda Sharq Turkistonlik muhojirlarning jam bo'lishi bilan iftor ziyofati o'tkazildi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan 6-oyning 9-kuni Zaytinburunda Sharq Turkistonlik muhojirlar uchun iftor ziyofati berildi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan 6-oyning 9-kuni Zaytinburun shaharlik hukumatning dengiz bo'yidagi qurusining maydonida Sharq Turkistonlik muhojirlar uchun iftor ziyofati berildi. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan uyushtirilgan iftor faoliyatiga Istanbulning Safaköy, Zaytinburun qatorliq har qaysi joylardan ayol va o'smirlar bo'lib, 1000 dan ortiq kishi qatnashdi. İftar programma Qur'on Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Yasla o'quvchisi kichik qarining muğliq ovozi bilan Qur'on tilovat qilishi yuraklarni larzaga soldi. Keyin Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon so'z qilib, iftor programmaga kelganlarni qizg'in qarshi oldi va muborak Ramazon oyining qarindoshlik munosabatlarining texnik kuchayishiga hamda bizlarning Xitoy tajovuzlariga qarshi kurash yo'lida birlikka kirishimizga vasil bo'lishiga tilakdoshlik bildirganligini ifodaladi. Keyin jamoat arbobi sobiq parlament a'zosi Profesor Jalal Arbay so'z qilib, Payg'ambar alayhissalomning balliq davridan payg'ambarlik vahiy kelguchi bo'lgan orliqdagi tarixni qisqacha bayon qilib o'tdi. O sözüde yenideki badam dopu kiyip milli pasımda kiyingen 5-6 yaşlık balını ko'rsatib turib, Peygamber Aleyhisselam anasından ayrılganda dal mushu baldak bar edi. Keyin o bütün jahonning umidi chirg'i bo'ldi. Olamdagi zulmatni yo'ritdi, qulluq tuzumni yo'qotdi, batilni mag'lub qilib, Allohning tavhid bayrog'ini bütün olamga qadagan edi. Mana bu ballar kelgusining va Sharq Turkistonliklarning umidi dedi. O sözün ahırda Sharq Turkistonliklarning umidlik bo'lishi, hargiz umidsizlanmasligi, ballar Sharq Turkistonning hamda Sharqi Turkistonliklarning umidi ekanligi, bu ballarning Allah xolisa yaqin kelgusida Sharq Turkiston zamaniga, Sharq Turkistonning bayrog'ini qadashga tilakdoshlik bildirganligini ifodaladi. İftar programmada yana diniy olim İbrahim Damalam birlik va ittifoqlik haqida so'z qildi. Ahırda Sharq Turkistondagi mislsiz zulm tartib xalqimiz uchun duolar qilindi. 2 Xitoy fuqarosi Pokistonda o'ldirildi. 8-iyun kuni Pokiston va Afg'oniston orasida harakat qiladigan Daesh ismli tashkilot 24-may kuni go'rga ilingan 2 Xitoy fuqarosini o'ldirganligini e'lon qilgan. Bu sababdan Xitoy va Pokiston doiralarining nihoyatda jiddiylashganligi bildirildi. 8-iyun kuni Pokiston va Afg'oniston orasida harakat qiladigan qurolli tashkilot Islom davlati 24-may kuni go'rga ilingan 2 Xitoy fuqarosini o'ldirganligini e'lon qilgan bo'lib, bu sababdan Pokiston va Xitoy doiralari nihoyatda jiddiylashganliklarini bildirishgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying e'lon qilgan bayonotida
Yuz bergan voqeaning rost yoki yolg'onligini aniqlash uchun Pokiston doiralari bilan birlikda butun tirishchilikni ishga solganligini hamda bu voqeadan intayin jiddiychilik va andisha ichida bo'layotganligini tilg'alagan. Xitoyning terror asabiylik va gunohsiz kishilarni nishon qilish qatorliq qilmishlarning hammasiga qarshi ekanligini bildirgan. 24-may kuni Pokistonning Baluchiston Quvaitadagi bir shaxsiy maktabda Xitoy tili o'qituvchilik qiladigan Xitoy fuqaroligidagi 2 nafar er-xotin qurolli kishilar tomonidan tutqun qilingan bo'lib, Pokiston bexatarlik tarmoqlari bu 2 Xitoy er-xotinning mashinasining Quvaitda kimligi noma'lum kishilar tomonidan tuzoqqa dastilganligini bildirgan edi. Xitoy tomonidan o'tirib qo'yilgan bir balvoq bir yo'l loyihasi ichida Pokiston bilan Xitoy o'rtasida Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori plani tuzilgan bo'lib, buningda 57 milliard dollar mablag' solingan va buning uchun nurg'un sonda Xitoy ko'chmanlari ishchi nomida Pokistonga o'tkazib kelingan. Bularning bexatarligiga kafolat qilish uchun Pokiston bexatarlik tarmoqlari kech-kunduz qo'llash vazifasini ustiga olgan. Shunday bo'lsa-mu, bu yerdagi Xitoy ko'chmanlari har xil usullarda noma'lum kishilar tomonidan zarbaga uchrab kelayotgan edi. Bu qatamqi 2 Xitoy fuqarosining qurolli tashkilotlar tomonidan o'ldirilganligi to'g'risidagi xabar xalqarodagi nufuzli axborot vositalari bo'lgan BBC, Reuters, CNN qatorliq ko'plagan axborotlarda keng o'rin oldi. Amerika Mudofaa ministri Amerika Xitoy orasida urush yuz berganligini tilga oldi. Amerika Mudofaa ministri Mattis bu hafta Singapurda o'tkazilgan xalqaro bexatarlik yig'inida Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi sun'iy orollarga askar o'tkazish va qurol o'rinlashtirishdek bir qator ishlarni asla qabul qila olmaydiganligini bildirgan. 5 burchaklik bino rahbari Amerika Xitoy orasida urush yuz berganligini tilga oldi. 3-iyun kundagi Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerika Mudofaa ministri Mattis bu hafta Singapurda o'tkazilgan xalqaro bexatarlik yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning Shimoliy Koreya masalasini hal qilishdagi faoliyatlarni qo'llaydiganligini, biroq Janubiy Xitoy dengizidagi sun'iy orollarga askar o'tkazish va qurol o'rinlashtirishdek bir qator ishlarni asla qabul qilmaydiganligini bildirgan. Mattis yana Amerika Xitoyning iqtisodiy jihatdagi rivojlanishga qarshi turmaydiganligini, ammo bu vaqtda davlatlar o'rtasida kuchli qarama-qarshiliklarning borligini tilga olib o'tish bilan birga Amerika va Xitoyning bugungi dunyodagi iqtisodiy eng taraqqiy qilgan ikki kuch ekanligini, bular o'rtasida kuchli raqobatning mavjudligini, bu raqobatdan asla qochib qutulg'il bo'lmaydiganligini, oqibatda Amerika bilan Xitoy o'rtasida yuz berish ehtimoli bo'lgan urushni to'sib qolish mumkin bo'lmaydiganligini o'tirg'a qo'ygan. Yaponiya bilan Vyetnam Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirdi. Yaponiya bilan Vyetnam xalqaro xavfsizlik masalalarida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qilgan. Yaponiya bilan Vyetnam Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirdi. Yaponiya va Vyetnam xalqaro xavfsizlik masalalarida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qilganligini bildirayotgan bo'lib, bu kelishim qarorining Tinch okeanda yuz berayotgan masalalarga qarshi nihoyat muhim bo'lgan bir kelishim qarori ekanligi o'tirib chiqmoqda. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va Vyetnam bosh ministri Nguyen Xuan Phuc Tokioda o'zaro uchrashuv olib borib, Vyetnam dengizidagi bexatarlikni kuchaytirish, texnologiya, transport, mudofaa asoslaridan o'rtaq foydalanish qatorliq masalalarda hamkorlik kelishimi hosil qilgan. Janubiy Xitoy dengiziga munosabatlik bu kelishim qarorining Xitoy egilik huquqi da'vo qilayotgan rayonlardagi vaziyatni o'zgartirish maqsadi borligi kutilmoqda. Vyetnam bosh ministri Xitoyning bu rayonlardagi huquq ta'sir kuchini cheklashi kerakligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Yaponiya huquq doirasini ko'rsatadigan erkin bir xalqaro organning ta'sis qilinishini umid qilganligini, bu kelishim doirasida Vyetnamga 350 million dollar yordam berganligi va Vyetnamning eng cho'ng qo'llovchisi bo'lganligini bildirgan. Xitoy Janubiy Xitoy dengizida taxminan 3 million kvadrat kilometr doiraning 80%ni ko'proq qismiga egalik huquqi da'vo qilayotgan bo'lib, Xitoy buning uchun 1940-yildagi xaritani isbot qilib ko'tarib chiqmoqda. Xitoy doiralari Xitoy Janubiy dengizida ta'sis qilgan sun'iy orollarda havo armiya bazasi bilan birlikda yana boshqa bazalarni qurib, rayondagi ustunlikni kafolatga ega qilishga urinmoqda. Yaponiya Xitoyning siyosatlariga qarshi chiqib, bu rayonlarda xalqaro tinchlik kelishimiga hurmat qilinishi kerakligini talab qilib kelmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Yana bir qatimki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janob Alloh topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.